We just started the session, just like that. Yeah. So what we're going to do here is we're going to analyze the piece that you can see in the channel. So to make it, more visually adaptive, I guess that's the word here, but I'm not really sure about my word choice. Like, you can correct my word choice if I'm being vague or ambiguous here, right? So I've just opened the Word. Let me insert the question here real quick. What are you talking about? I'm talking about how to analyze assess. I just made a post up there. Yeah, like the previous post before the last one on the channel. The post was made in I don't know what time. My laptop is clearly, it's showing me the wrong time. Yeah, my laptop is lagging behind, bro. So let me just pull up the question real quick. Just a question, just a question, just a question. We need just a question, broski. So question. It was February 22, right? February 22, and we're dealing with task 2. It's February 22, and we're dealing with task 2. See, it rhymes. If it rhymes, it's easy to remember. That's how you can, for example, remember most of the stuff that you struggle to, to digest, I guess. Okay. Now I guess I can share the screen. Now I can highlight the sections. Now I can show you what's going on in this essay and why it is so good. So I'll probably share my screen, right? And I think it should be visible by now, right? So yeah, let's go. This is from February 2022. The source, I should give the credit. The source is at Dior Banks Isles. Shout out to Mr. Hyde Muradov and the whole crew. You guys are clearly the best ones in the industry, no cap. So they're saying, I mean, their last exam report as of February 2022, 2K25, task 2, as follows. Some people say that the most important requirement of a modern city is an effective public transport system. We need to highlight this section. The most important requirement of a modern city is an effective public transport system. Let's just highlight this. There are other important requirements of a city. Whoops. So yeah. Now let me tell you what's going on. Let me just do this. Let's just this. And let me tell you what's going on. So there are two groups. There are two groups, right? Group A. So group A and group B. Ikkita guruh odamlar, ya'ni odamlar demak ikki guruh odamga bo'lingan. Discuss both views and give your own opinion essay turida, demak har doim men shunaqa o'ylayman. Demak, group A group B bor. Group A nima deyapti? Group A demak, group A da aytishiga qaraganda, demak, public transport system, PTS. Значит, public transport system. Katta kichik teng belgilari qaniydi? Hop, katta. All other
requirements for a modern city deyapti. Ya'ni the most important deganda o katta deb tushundimda. То есть prioritizировать qiladigan bo'lsak, public transport system как бы katta. Group B nima deyapti? Group B xuddi shuni chapachasini aytayapti. Savolda birinchi logikasini tushunib olishingiz kerak. Agar yaxshi ballga, demak, writing yozmoqchi bo'lsangiz. That's number 1. All other requirements of a modern city просто mana shuni kopировать qilamanda, просто buni joyini almashtirib qo'yaman между собой. Control C, demak Control V, men buni Control X qilib turib, men buni bunday qilamanda. Men bunday qilib, ana bunday qilib qo'yaman. So this means that they contradict these groups. These groups are diametrically opposite. These groups are diametrically opposite to each other. Diametrically opposite nima degani? То есть bittasi aytayapti, "Ne, shaharda eng zo'r featuresi, shaharda eng muhim featuresi это yo'l tuzilmasi" deyapti. Grup B aytayapti, "Ne, bekorchalarning 5tasini yeyibsiz. Shaharda demak boshqa aspektlari borki, ular demak transportga qaraganda juda ham muhimroq turadi-da." Tushundik. Endi nima qilishimiz kerak? Topshiriqni endi birinchi tushunishimiz kerak. Biz sizlar bilan mana bu ikki qatorda o'zini shuncha tahlil qildik. Endi discuss both views and give your own opinion. Ya'ni ikkala tarafda, ya'ni you should siz bu yoqda как devil's advocate bo'lasiz, lekin ikkala tarafga ham devil's advocate bo'lasiz. Bu yoqdagi mana shu inshodagi eng keng tarqalgan xatolardan bittasi, demak faqat bitta guruhga demak lean bo'lish. Da, uni qilsa bo'ladi, faqat siz уже nima qilishni bilganingizda, уже bunaqa inshoot turini tam I don't know like 6.5-7 yozib bilganingizda dal shuni qilsangiz bo'ladi. Like at least this is what I do, guys, for the most part. You should defend both group A and group B come up with your own ideas. Yo'q. Siz demak A gruppa bilan B gruppani demak ikkalasini ham yoqlab chiqishingiz kerak. Ha? Bu yoqda essayni no, okay, ochiqchasiga nechtamiz tam shahar qurganmiz. Right? For example, I can say I haven't ever built a city on my own, yet alone a simple house, right? Like I'm 25, you can say, well, this guy's been through a lot for the most part, but like, no, I live in an apartment, as you can see, right? So, but how am I going to get these ideas if I'm not, for example, you know, a constructor? I'm not a city builder. I'm not an urban designer. I'm not an urban architect. So how? The question remains as it is. How? Well, my friends, there's something called AI these days, and why don't you use it for the sake of your own benefit? Not just, you know, not just for the sake of, you know, just flattering your own ego, but rather helping you, for example, to come up with several ideas, right? So why not? So let me show you some ideas. It might take a while, and I apologize in advance, but this is what I'm willing to do. Hoba. Yes. Oh well, it was quite easy, honestly.
Yeah, I think this one. Yeah, look at this. Yeah, I found it. So use AI unless you lack certain ideas within essay prompts. It's totally okay to do so. Not really sure that we'll probably need to go down. Yeah. Bang. Oh, brother. Okay, we'll just deal with it later. So these are my ideas on the most important. What was the prompt? I can't honestly remember. Yeah. So factual and data-driven list of the most important urban features, right? So we need to find out before even we're going to write like what are like actually the most important urban features. Boom, number one, this is ChatGPT, at least my ChatGPT says. It's transportation infrastructure. It's like highways, arterial roads, local streets designed for efficiency and safety, public transit, buses, subways. We need this one right here, guys. So this one. And maybe this one as well. Right? Qaranglar, mana shu yerda o'zida tam LR не просто 9, это прям sohani ichiga kirib ketganmiz-da, chunki ChatGPT bilan sizlar qanaqa ishlaysizlar bilmayman, lekin men odatda premise beraman. То есть, masalan, bu temani ko'rib chiqayotganimda tam san dunyo darajasidagi tam shahar arxitektorisan. То есть, shaharlar qurish bo'yicha ishlaydigan tam arxitektorsan deb men premise bergandimda, keyin aytgandim, mana bu prompt prям factual and data driven list of most important urban features deb men bergandim. I guess I'll make it blue. Blue seems okay. Yeah. Yeah. Why not? Why not? Bu ketdi. Значит, ko'ryapsizlar, man tam language'da прям bu LLM da, просто AI tam LLM. Mana bu yoqqa LLM deb qo'yaman. Language learning model da, bu tilni kechirasiz, odamdan ko'ra ancha yaxshi biladi. Любой bitta narsangizni kiritsangiz, bu sizga yana ham mukammalroq versiyani beradi. Даже siz, например, 10 yillik lingvist bo'lsangiz ham, со стажем bo'lsangiz ham, bu sizga garantировать qilmaydi, что siz xatolar qilmasligingizni. Давайте mana shu narsani tan olaylik. Bu narsalar уже bizani
Demak, odamlab olg'a уже o'tib bo'ldi bular. ChatGPTni masalan yaqinda bildim 300 millionta odam ishlatadi dunyo bo'yicha, worldwide. Endi tasavvur qiling, sizni ustingizda 300 millionta odam ishlasa, 300 millionta odam qanaqa? Oddiy masalan Instagramdagi content maker bor ham, просто ideyalarni ko'radigan yoki bizaga o'xshab uni qiynaydiganlar bor, maksimal limitiga push qiladigan. Ну, конечно, siz like what else do you expect when you pay $22? I'm gonna make it work for every cent that I invested in. And bro, it's not even about being greedy. It's about being resourceful. That's all it is. That's how it is. Okay? Well-connected sidewalks, crosswalks, pedestrian-friendly streets. Okay. Bizaga boshqalar ham kerak eslayimizga chunki. Utility and essential services. Nimalar ekan? Water supply distribution, high. Sewage, micro water management, high. Electricity grid and renewable energy, high. Waste management and recycling, high. Affordable housing, housing and urban density, albatta, uy kerakmi shaharda? Kerak. Domla kerakmi? Kerak. High density and mixed use development, kerak. Smart and sustainable buildings, kerak. Короче, mana bu prompt, bu kechirasiz, sizda average users beradigan narsa emas. Давайте так. Давайте называть свои вещи своими именами тут, друзья мои. Уже час катится к полночи, да? Так что давайте будем предельно честны. Вот так вот мало кто работает, ребятки. А дядя вам показывает на ночь глядя, как дядя готовится к серьезным экзаменам в своем стиле, фирменном. Тут я должен подчеркнуть вот это слово. Demak, savolni tushundik. Da, вообще qaytaylik tahlilga. Savolni tushundik. Ideya, допустим, bizada yo'q edi. Ha, men masalan o'qituvchiman, men unaqa shahar quradigan odam emasman. Men har kuni New York, Rim, San Fransiskoga o'xshagan shaharlar qurib yurganim yo'q yoki Abu Dabida Burj Khalifani qurganim yo'q-da. Oddiy o'qituvchiman, meni kunim qayerda o'tadi? Classroomda o'tadi. It's okay if I don't know this. Not knowing is not a sin. Not willing to study is. Ana shu joyni endi qaytib 10 sekund orqaga o'tkazib, endi повтор ko'ring. Chaqmaganingizgacha. Mana sizga birinchi homework. Biz esa davom etamiz. Ketdi. Ideya bor. Endi mana bu elementlarni qanaqa qilib ishlatib, realniy high band essay qiladigan, demak, bizga nima kerak? Plan kerak ana endi. То есть tushunyapsizlar, men qadam-qadam ketyapman. Birinchi savolda o'zini o'tirib men sizga gruppa B qilib tushuntirdim. Undan keyin men ideation sathiga o'tdim. Ana undan keyin men plan qilyapman. Men ko'pchilikka o'xshab 95% o'zbek kandidatlariga o'xshab olib introduction yozib, badiga kelib to'xtab qolmayman. Вот как я работаю. Учись, пока дядя пишет. Intro. Intro просто background statement. То есть paraphrase такой. Paraphrase. Intro. Ikkita gap. Qanaqa vazifalari bor? Birinchisi paraphrase qiladi. Savolda men bu qismini paraphrase qilamiz. Lekin paraphrase ham shunaqa bo'ladiki, это прям чисто originalni qanaqadir productionday tuyuladi. Хотя o'zi paraphrase, uni ekzaminator bilib o'tiradi. Просто high leveldagi kandidatlar shunaqa paraphrase qiladiki, что уже u sizga xuddi paraphrase ko'rinmaydi. Lekin biz 5.5 ga o'xshab bunaqa obvious paraphrase qilmaymiz. Biz shunaqa qilamiz, что это like wow. Okay, bitta narsaga kelishaylik. Keyingisi это thesis yoki position. Yani hamki bir ikkala stance deydi. То есть savol, endi bu yoqda savol emasda, eng qizig'i nima uchun men shu inshoot turini yaxshi ko'raman? Chunki bu yoqda do you agree or disagree demayapti. What are the reasons, what are the effects demayapti. Do advantages outweigh disadvantages deyapti. Sizga to'g'ridan to'g'ri IELTS ochiqchasiga buyruq beryapti.
man bu ikkala tarafni advokati bo'lib menga yoqlab chiqib berganda yana ustiga o'zingni fikringni qo'shdi. Mana shu yoqda men bitta qitmirlik qilaman. Men odatda bu ikkinchi gruppa, mana bu others degan joyiga, chunki others deganda ko'pchilik others deb qo'yadi. Mana shu others taraf bo'lib olamanda o'zimni fikrim mana shu begonalarning fikri bilan mana qo'shib ketiladi. Demak, menda body 1 bo'ladi odatda. Group A da body 1 menda group A bo'ladi. Boshida group A deb tushuntirganimga qayting. Group A ga bitta argument 1 ketadi. Plus masalan ketishi mumkin u yoqda reason yoki explanation. Plus ketadi u yoqda обязательно tiarasi yuqori bo'lishi uchun example. Plus result. Bular supportive sentencelar deyiladi. Mana shu to'rttalasi. Reason, explanation, example, result. Bular types of supporting sentences deb qo'ying. Types of supporting. Lekin men sizga mana bergan ketma-ketligim bu juda ham oddiy ketma-ketlik. Bu juda ham bazaviy ketma-ketlik. Biz o'quvchilarimiz bilan buni 120 ta kombinatsiyasini biz ishlab chiqamiz. Real xohlaganingizdek yozing degani. Ochiqchasiga guys, 120 ta sizga kammi? No. Я сам просто 120 tani o'zini hammasiga men yozib tashlamaganman. Давайте так. Xuddi shunaqa stilda argument 2. То есть ichi shunaqa, skelet shunaqa, lekin esseda ko'rasiz qanaqa yozilganini. Bir xil bo'lsa ham bu yomon bo'ladi degani emas. Просто example plus result ketadi. Mana bu yoqda bizdagi mana bu yoqda ana qoldi topic sentence qoldi. Вот. Birdaniya umbrella deb yozib qo'yaman. Bugungi demak keywordimiz bizning umbrella bo'ladi. Agar haqiqatan videoni ko'rgan bo'lsangiz, men ataylab umbrella sentence nima ekanligini aytmasdan ketyapman. Umbrella sentence nima va u topic sentence bilan nimalar bilan farq qilishi va umbrella sentence ga topic sentence ga bittadan to'g'ri mana shu essay o'zingizni misolingizni yozasiz. Agar mana shu momentgacha meni tomosha qilayotgan bo'lsangiz. Mana shu проверка. Demak, body 2. Bu yoqda o'sha topic emas, bu yoqda bridge kerak bo'ladi. Bridge plus ma odatda topic yoki umbrella qilaman. Umbrella. Xuddi mana shunday. Bu endi group B plus my opinion bo'ldi. Nima uchun bunaqa ketma-ketlik? Men o'zimni fikrimni bir ikkita mana shunaqa 3 ta paragraf qilib yozadi. But like come on. Men endi 40 minut ichida endi 40 emas, o'z odatda 35-30 yozishimiz kerak biza. Da endi yuqori level uchun prям sizda masalan 7 bo'lsa, siz 7,5-8 xohlasangiz, siz 40 minutda emas, например, taskikini 30 minutda, 25 minutda yozishni o'rganishingiz kerak. U uchun siz tayyorgarlikdan oldin уже tayyorgarlik qilgan bo'lishingiz kerak. То есть mana bunaqa ideyalarni, sifatini ko'ryapsiz. Siz уже mana bunaqa essay savollarni просто mana shunaqa review qilib, просто dissect qilib chiqqan bo'lishingiz kerak. Surgical precision bilan deb o'zimdan qo'shib qo'yaman. Brother. Что это такое?
Ketdi. Najib, ketding degan joydan bo'ladi. И oxirgisi это conclusion yoki conclusion. Так. Conclusionga Xatamov metod nima deydi? Conclusionga Xatamov metod aytadi. Biz 3 ta gap qilamiz deymiz. Demak, birinchisi bu, конечно, там summarizing plus reiterating, reassuring the position yoki stance, keyin oxirgisi final remark. Ko'pchilik IELTS essaylarini o'qiganimda men o'zimni shunaqa чувством paydo bo'ladi, что mana bu discussion что-то chala qolyapti. Da хоть insho 8lik или 8,5lik yozilgan bo'lsa ham. No, shu oxirida prям qanaqadir prям oxirgi final impact yo'q. Bu ikkita narsadan dalolat beradi. Bir, sistema idealni emas. IELTS o'zidagi example insholari xuddi shunaqa. Ikki, значит siz oxirga nimadir o'zidan qo'shsangiz bo'ladi. No, writingda so'zlar soni cheklanmagan. Men bu essayda men bu essay promptga siz minimal 241 ta so'z yozsangiz, sizga penalty yo'q. Maksimal tam 450 plus yozib bo'lishingiz mumkin. No, shuni ham hisobga olish kerakki, siz under exam conditionsiz. To есть sistemaning o'zi sizga 40 minut vaqt bergan. No, siz 40 minut vaqt bersa, siz ham ishonib, "Xo'p, deb 40 minutga yozmaysiz-ki, tam 6-6,5 ning ish yoz." Hammaga yaxshi ball kerak, shuni ham siz nima qilasiz? Siz tezroq yozishni o'rganasiz, siz ideyalarni mana bunaqa review qilishni yo'lini ko'rasiz-da. Siz tam ko'proq material o'qiysiz. Tam ko'proq content ko'rasiz, mana shunaqa seriozniy tematikada. Потому что nima? Потому что давайте так, IELTSdagi savollar atrof muhitimizdan olingan. Siz shu savollarga qiynalasiz, sizda ideya yo'q. Uni tabriklayman, siz atrof muhitga просто qiziqmaysiz. No da. Mani haqorat qildi deb o'ylamayman, просто biroz gapirib o'rganganman. Truth hurts. It really does, my friend. Mana shu demak bizning planimiz. Ana endi bugungi mana shu birinchi Ramazon oqshomimizni asosiy qismiga o'tamiz. Dissection qismi. Surgical dissection. Mana bu introduction ahvoliga qaranglar. 2 qator gap. Gapga qarang. Ketdi tahlil. An efficient transport infrastructure is argued to be the key feature of a modern day metropolis. Mana bu yoqdagi bu yozgan odam просто birinchi qatordan уже birinchi gapdan уже kimligini ko'rsatyapti. Nechi ball olish uchun kelganini ko'rsatyapti. Modern day metropolis demak современный megapolis. Faqat inglizda metropolis bo'ladi. Imam yo'lda passiv bilan bergan. Tam something is argued to be degan. Da struktura va vocabulary jihatdan uryapti. An efficient transport infrastructure deyapti. Endi while bilan ulagan. Har doimgidek while operatori orqali ulagan. While is bro. Use while. While this is undeniably true, bu group A berishiga qarang, undeniably true bo'ldi. To есть rad etib bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki buni yozgan odam men bu narsadan foydalangan. Bizda chizib chiqdi. This is undeniably true. To есть rad etib bo'lmaydigan darajada to'g'ri. There's more to consider in defining contemporary urban area. Wow. There's more to consider again.
Ya'ni zamonaviy shaharni zamonaviy shahar qiladigan narsalar aslida ko'proq. Nimalar? Lekin aytmayapti. Intrigani ushladi bu odam. Hozir bilaman, trend bo'lgan birdaniya tam introductiondan ochib chiqib berish. Men ham odatda shunaqa qilgan bo'lardim, lekin bir safar eksperiment uchun qani shunaqa qilmay dedim. Introductionni qarang, ikki qator narsa. Реально ikki qator narsa bilan всё biz уже mana qilib qo'ydikda. Всё. Demak, it's okay. Nechta bo'ldi? 510 bitta. Normal discussion ketibdi-ku. Yana ustiga 300 ta qo'shsak, u passage bir bo'lar ekan. Endi bu yoqqa qarang. Bu вообще yoki jinni yozgan, yoki geniy yozgan, yoki ikkalasi yozgan. Any known city, both past and present, a positive ishlatyapti mana bu yoqda. Gap arasiga gap qo'shib ketyapti. Любой demak shahar, hozirgi yoki o'tmishdagi features one key element, ya'ni bitta asosiy anonsi bor. Xos xususiyati, ya'ni o'sha shaharlarning hammasini any known city deyapti. Virgul, both past and present, virgul, features one key element. Nima ekan o'sha? Tire qilyapti. То есть bu odam hozir prosta tushunish uchun bitta gapda a positive bu yerda ham ishlatyapti. То есть punktuatsiya, joyida. A solid infrastructure of roads, seaways and airways deyapti. The history of public transport dates back millennia. То есть ming yillar orqaga qaytadi. Bu odam исторический заход qilishni boshladi, tushunyapsizmi? As early as the Roman Empire. Prям eng zo'ri tam Rim imperiyasi. Thus, the saying all roads lead to Rome, hamma yo'llar Rimga yetadi degan gap has become a household phenomenon. Agar ingliz tilida haqiqatan yaxshi bilaman desangiz, all roads lead to Rome degan maqol ingliz tilida borligini bilasiz. Agar bilmagan bo'lsangiz, demak siz ingliz tilini yaxshi bilmaysiz. Agar siz qayerdadir eshitgandingiz, men hozir sizni memoriesni trigger qilgan bo'lsam ham, siz значит yaxshi o'qimagansiz angliyskiyda. Bu Aristotel bo'yicha demak logikani 3-qonuni. The law of excluded middle. Yo unaqasiga, yo bunaqasiga. 3-si berilmagan. Любой bitta holatda, любой bitta fenomenni olib mana shu the law of excluded middle ga tashlasangiz, siz gigachatsiz, tabriklayman. This simple bit of common knowledge illustrates, qarang, qadimgi Rim это просто example edi. Endi bu examplega bu odam qanday reference qilyapti? This simple bit of common knowledge, to есть mana bu maqolga all roads lead to Rome ham mana bu bilan demak anavi qilyapti, hit qilyapti. Romans approached and prioritized their transportation. To есть qadimgi rimliklar shunchalik demak anavi qilgan ekanki, berilgan ekanki transportiga with cobblestone roads, to есть yo'llarni o'sha tam tushuntiryapti, boyagi toshlik yo'lchalar. Cambridge Passage bordi, nechiligini eslolmayman. No, reading yaxshi diqqat bilan qilgan bo'lsangiz bor edi. Mana shu haqida demak. Bitta passageda yoki ichida yoki alohida passage bor edi. Like, this is to the best of my knowledge, guys. I'm not an ideal, though I strive to be. So meticulously crafted, adverb plus verb 3 связка ketdi, that they still exist today. То есть hozirgi kungacha o'sha yo'llar saqlanib qolganda, tam hozirlab tam pedestrian area bo'layotibdi yoki boshqa. No, borda qolgan. Tushunyapsizmi? Shuni olib yozgan u odam. Through hard work, execution, просто gap strukturasiga qarangda, qanaqadir свежий narsa beryapti bu odam bizga. And the quest for mastery,
Ancient Romans created the opus magnum of transportation. Просто opus magnum bu endi lotinchada как бы mana Alisher Navoiyni opus magnumi bu Hamsa deb tushuntiraman. Там Shekspirni opus magnumi, no endi unda ko'p-ku, lekin ko'pchilik baribir Romeo va Julietta degan bo'lardi. No, Navoiyda opus magnum, то есть eng zo'r asari degan lotinchasiga. So unique and one of a kind. Просто so'zga e'tibor qiling. Просто LR bu esada Давайте так. Bu essedagi LR это shu joyigacha o'zi yetak ko'rsatdi. Lekin hali bu body paragraph 1 edi. Birinchi argumentida hali. It continues to serve its function. Mana bu yerda 2 nuqta. То есть tepada ko'rdik. Virgullar, tirelar, 2 nuqtalar. To lead and carry. Yo'lda vazifasi nima? Yo'lda vazifasi bu lead qilish, itashish. То есть o'sha Rimdagi yo'llar shunchalik zo'r qurilganki, что ular o'sha qadimgi Rimdagi transport sistemasini opus magnum, то есть eng zo'r namoyandalari bo'lganki, что ular demak через qattiq mehnat, relentless execution, то есть o'ldirib ishlangan unda quest for mastery, ya'ni bitta ish qildingu zo'r qil deganda rimliklar. Shuning uchun yoqadi menga, shu uchun yozilgan bu yoqda. U yo'llar hozir bor. Всё, tugadi bu. Дальше уже davom ettirolmaysiz. To lead and carry, всё, точка. Keyingi abzas. Endi bu yoqqa qarang. Не просто in addition. Просто in addition emas. In addition to the historical premise. То есть ko'pchilik nima qilgan bo'lardi? In addition, virgul. Additionally, virgul. Bu odam nima qilyapti? Bu odam dalshi davom ettiryapti. Bu odam aytyapti, "Ne, men unaqa qilmayman. Men o'zim define qilaman. Qachon to'xtashimni", deyapti-da. Tepa bilan past ulab ketdi уже между собой. Mana bu ikkita qism, mana bu ikkita qism. Ekranga e'tibor berasiz, menga emas. Mana bu ikkita qism уже link bo'ldi между собой. Historical premise qani? Historical premise mana Rim. Da? Romans approached. Ularni bu. Что Bandline'dagi CC'ni bitta anonsi птичка bo'ldi. Bitta sharti птичка bo'ldi. The infrastructure of transport is, in fact, the most important feature of any city worthy of the title of a megapolis. Mana shu joyni просто qaytib o'qing. Hosting millions of people at a world standard is one challenge. Bu bir deyapti. But managing their daily commutes is an entirely different feat for urban architects. То есть bu boshqa narsa. Bu как бы там, например, там 20 million odamni там bitta shaharga joylashtirish это одно. No, o'sha ishga bor, o'qishga bor, там просто shaharda aylandigani qancha ularning ichida. Ularni чтобы sinxronно, чтобы qanaqadir беспроблемно, и чтобы public transportda ularni anavi qilish uchun, чтобы yuzlab, minglab odamlar одновременно o'zini manziliga borishini ta'minlash. Это, извините меня, это уже другой уровень, deyapti bu odam. Whether it be professional, academic, parallel structure ishlatyapti уже, or personal pursuits. A, B or C deyapti bu odam. Lekin A, B or C desa ham ularni birlashtirib turuvchi umumiy mahraji nima? Without optimized roads, cycle lanes, ferries and inland roads. Chunki tepadan mana ularni aytib qo'yibdi. Siz esingizdan chiqib ketgan bo'lmasa, roads, seaways, airways degan joyni aytuvdi-da. Ana endi mana bu yoqqa kelganda
ya'ni o'sha mana o'zi aytyapti. We would all end up, agar o'shalar bo'lmaganda deyapti, cluttered concrete jungles. Cluttered concrete jungles. Cluttered concrete. Mana bu yoqdagi xuddi anavga o'xshadi. Modern day metropolisga o'xshadi. То есть bitta fishkasi bu odamni shu. And yet bilan o'ylayapti. То есть уже nimadir eksperimentalniy narsalar, lekin natural chiqyapti. And yet here we are. Lekin shunga qaramasdan, то есть u narsa bo'ldimi? Bu biz qo'rqqan narsamiz bo'ldimi? Чтобы biz mana bu betonli junglilarda qolib ketdikmi, manzilimizga bormasdan? Yo'q. Biz nima qilyapmiz? Biz we're enjoying the benefits and privileges of a modern transport construct. Modern transport construct. Construct fail deydi bir ikkitalar. Shu joyida. Isbotlab bersin. Mana A turibdi-ku. Modern transport construct. Ikkita sifat, bitta ot. Modern transport o'zi ot, lekin sifatlashib kelyapti. Construct. Bu hali birinchi bayt edi. You are not ready. You were not ready. I know this is late night, brother. But still go on. Men bu yo'g'i уже qiziq. Chunki bu yo'g'iga уже man подключаться qilaman. Savol, agar after hali group A'ni shunchalik yaxshi ana qilgan bo'lsa, defend qilgan bo'lsa, men bu yo'qlarda biz nimalarni kutishimiz mumkin? Давайте узнаем. Despite these claims, ushbu demak ana ularga qaramasdan, ta'kidlarga qaramasdan, several other key urban features must be recognized and equally mana bu bridge edi. Bu esa other key urban features must be recognized and reviewed just as equally. To есть xuddi shu bilan tenglikda biz ko'rib chiqishimiz kerak. Nima uchun? Chunki kechirasiz, savolda o'zi bizdan o'shani so'rayapti. Balans bermasak, u agree disagree bo'lib qoladi. Savol esa discuss both these views deyapti. To есть ikkalasiga ham bir xil munosabat qil, adil qil, ikkalasiga ham bir xil adil qil, keyin oxirida o'zingning hukmingni ber deyapti. Perhaps, balki, the most fundamental one, to есть eng fundamentali nima? Shaharda shahar arxitekturasi o'zi, urban architecture itself, a discipline tushuntiryapti birdaniga o'zi, ham aytyapti, ham tushuntiryapti. Chunki ko'pchilik the urban architecture itself, okay, urban architecture degan svyazkani bilgan taqdirda ham, lekin tap o'sha yerda to'xtardi. Bu odam esa yana tire bilan tushuntirib berib ketyapti. To есть qo'shimcha ekstra informatsiya qo'shyapti. In depth ko'rib chiqilyapti bu mavzu. Bu esa tiar 9 da bitta anonsi. Ptichkasi. Mana bu yoqda misollar berildi. Examplelar berilgan, well supported qilingan, fully ochib chiqib berilgan, aytilmay qolgan narsalar bormi? Yo'q. Tiarda уже ikkita ptichka bo'ldi. Yana bitta, yana ikkita bo'lsa, tiar 9 bo'ladi. Ko'ramiz. A discipline of planning and engineering cities. To shaharlarni rejalashtirish, qurish demak yo'nalishi ekan. Urban architecture. Modern professionals face a paradox. To есть paradoks bor ekan zamonaviy o'sha shahar arxitektorlarida. Qanday? Ya'ni ular masalan 2025-yilda yoki 1958-yilda yoki 2003-yilda siz shahar qurayotgan bo'lsangiz, siz faqat 1 yilga shahar qurmaysiz-ku, to'g'rimi? Siz kelajakda rashyotga olib siz shahar qurasiz. Savol: men 2025-yildaman, okey, men Sarvarobod degan prosta shahar qurmoqchiman. Prosta misol uchun Sarvarobod degan shaharni qurmoqchiman. U masalan 2050, 2075, 2100, 2025 dan yana 100 yilligini masalan 2050-yillar masalan ko'rish uchun
man 100 yil oldinga qanday prarabotka qilaman man u shaharda? Savol mana shunda. Mani qo'limda oxirgi latest technology advancements bor. Mani qo'limda top professionallar bor, lekin let's be honest, we're all people and we're all weak. We cannot foresee the future. So how? Mana shu paradoksni aytyapti bu odam. Solving today's problems while laying the foundations for a population hub, aholi punkti, population hub that will last for centuries. Bu yaxshi. Last for centuries. Thus, the seemingly simple act of drafting city plans transformed into a challenge of its own. From wise to house. Mana bu wise to house, mana bu nima uchunlar? Nima uchun bu shahar qurilyapti? Nima uchun bu yoqda quramiz? Nima uchun buncha odam? Nima uchun buncha odam emas? degan savollardan keyingina how are we going to make it? How we're going to transport all of these people? How we're going to get an agreement to build this city? Birinchi nima uchun degan savolga aniq javob bersangiz, qanday qilib degan savol o'sha sizga problema bo'lmay qoladi. Bu odam o'sha narsani imply qilyapti. Wow. To есть paradoks ko'rildi, paradoksga yechim berilmadi, chunki u paradoks, u o'zini o'zi zid qiluvchi vaziyat. Lekin resheniyasi bor. From wise to house deb o'zi solution berib ketyapti. Mana shunaqa qisqa 4 ta anondan iborat bo'lgan solution berib ketyapti. Another crucial factor is safety and security. Alliteratsiya. Endi orqali bog'landi. Demak, ikkala tarafda ham safety and security. Safety and security. Bu odam cadence, flow, rhythm degan tushunchalarni yaxshi biladi. Chunki musiqa. After all, bu gap savol beryapti mana bu yoqda. After all bilan. Who could choose to live in a city that is under the constant threat of destruction, societal collapse, or sheer neglect? Javob hech kim. Bu ekzaminatorga savol berayotgani yo'q, bu retorik so'roq beryapti. Kim deyapti? Demak, another crucial factor is safety and security. E'tibor bering, stil o'zgaryapti. Nuqta. Kim yashagan bo'lardi shaharda? Qaysiki, demak, har doim buzilish, jamiyat qulashi yoki просто hamma Navoiyni tashlab ketib, давайте ketik Toshkent Cityga yashaylik degan shaharda kim yashaydi? Javob hech kim. Javob bu retorik so'roq gap edi. Javob ha, unaqa texnikani ishlatsa bo'ladi. Lekin bu super mega hiper advanced narsa. Buni ishlatayotgan odam konkretno nima qilayotganini bilishi kerak. Bundan keyingi gap qanaqa bo'lishini bilishi kerak. Tushunyapsizmi? Ukrainian Chernobyl. То есть for example deb o'tirmadi. Ukrainian Chernobyl сразу example'da kirib ketdi. Is the perfect example. Просто example so'zini arada ishlatdi. Once a thriving Soviet city, bir paytlar shunaqa gulkirab rivojlanayotgan Sovet shahri, now a ghost town, left to be explored by stalkers testing their luck and skill set. Faqat stalkerlar borib Chernobylda o'zini omadini yoki vaqtida sinash uchun. Any city aspiring to become a local, demak mahalliy, xalqaro yoki dunyo darajasidagi, demak ma'muriy markaz bo'lishni istagan shahar, ya'ni ma'muriy, madaniy yoki iqtisodiy markaz bo'lishni xohlagan shahar, ya'ni nomzod birinchi o'rinda nima bo'lishi kerak ekan? Xavfsiz. Nima uchun? Chunki oilang tinch, sen tinch. Chunki east or west, home is best. Chunki o'z uying, o'lan to'shaging. Chunki
tinch bo'lmasa, siz u yoqda tinch yasholmaysiz. Again, Ukraine misoli. To live, e'tibor qiling mana bu yoqqa bilan bu sound e'tibor qiling. To live, to study, ishlash, and to explore. Bu repetition, lekin repetition mechanical emas. Bu ataylab qilingan. Ketma-ketlikka e'tibor bering. Yashash, o'qish, yaratish, tadqiq etish. Ko'ryapsan, ritm beryapti bu odam. Bu odam ko'rgan bo'lsangiz, 4 xil paragrafda 4 xil ritmni zadavать qildi. Perhaps, balki, that was the very foundation upon which the ancient Roman civilization thrived. То есть, mana shu narsa balki, ya'ni shaharlarning xavfsiz bo'lishi Rim sivilizatsiyasini gulkilab rivojlangan. Rim sivilizatsiyasi qayerda edi? Rim sivilizatsiyasi birinchi paragrafda edi. Birinchi paragrafga keltirib bu odam uladi. Tushunyapsizmi? То есть link berib ketdi mana bu yoqda. Roman, chunki Romanga oid bo'lgani bu birinchi paragraf edi. Guys, let's be honest. This is something else. To summarize, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, in conclusion to conclude emas уже, to summarize, chunki bu yoqda ko'p gap aytildi. Endi summarize qilyapti, qarang. Definitively highlighting a single key feature of an urban sprawl is no walk in the park. То есть aynan bitta xususiyatini aytish deyapti. Bu sizga как бы istirohat bog'ida aylanish emas. Ya'ni unaqa oson ish emas. Unaqa siz o'ylagandek oson ish emas deb tan olyapti o'zi. Chunki yuqorida qancha narsani o'zi ko'rib chiqdi. Shu uchun kelib chiqyapti. If anything, если что degani, menga yoqadi shu so'z. Cities options of their inhabitants. Mana bu yoqda qiziq fikrda aytyapti. Conclusionda yangi fikr qo'yish mumkin emas, balobatda. Come on. This is writing. This is what you create. Mana berildi fikr. U inshoga, u o'sha anaviy emas. Aloqador narsa emas, bu yoqda xulosalovchi fikr ketyapti. Shaharlarda yashovchi odamlarni nimasini? Ya'ni o'sha shaharda yashaydigan odamlar qanaqa bo'lsa, shahar ham o'sha bunaqa. Ular mehmondo'stmi? Shahar ham mehmondo'st. Ular ham qo'polmi? Demak, shahar ham shunaqa tiraniya, demak, diktatura bo'layotibdi degani. Mirroring, ya'ni aks ettiradi ularning ambitions, ya'ni orzu-niyatlari, nimagadir erishmoqchi bo'lgani, lifestyles, hayot tarzi and histories. Va ularni demak qanaqadir istoriyasi. Endi example berib ketyapti. From dynamic New York to posh это такое. Такое. Не то что royal, но posh. Как типа swag desayz bo'ladi, right? From the city that never sleeps. Buni уже anaqa qilib ketdi. Оборот bilan berdi. Moscow never sleeps. To the hybrid wonder of Tokyo. То есть Tokyoni gibrid mo'jizasiga keladigan bo'lsak, urban diversity. То есть shaharlarning xilma-xilligi is a testament to the people who shaped them. То есть ularni shakllantiradigan odamlar. То есть kimgadir masalan cho'lda o'rtasida shahar bo'lishi kerak. Cho'lda o'rtasida demak mana shunaqa oasis quradida va otini Navoiy qiladi. Va u yoqda xuddi shunaqa odamlar hard working but still thriving. Just like me myself here, who is dissecting his own essay at midnight. And ultimately, va oxirida, the true essence of a city, shaharda demak maqsadi, essence lies in its dwellers, yashovchilariga.
kelib taqayapti. Ularning mentaliteti, istoriyalari va hayot tarzi. Da o'zi ulab o'sha aytgan gapga o'zi keldi. Who knows, kim biladi? Balki, balki biza kosmosda koloniyalar establish qilib, shahar, ya'ni yerdan tashqarida demak shaharlar qurib, balki ularni planetalar va ularni tabiiy quramiz. Kim biladi? Most qilarmiz, most yo'q. Bu odam prosta ochiq open-ended question bilan prosta sizni qoldirdi. Endi o'ylaysiz, tam oyda shahar Elon Musk Marsda quradimi? Tushunyapsiz? То есть mana bu tematikani bu odam o'sha kosmos bilan ulab ketdi. Хотя bu tam arxitektura anaqa edi. Da prosta reiterate qilib, summarize qilib Band9 olsa bo'laydi. Ne? Bu odam kechirib qo'yibsiz dedi. Давайте, let me show you the real level dedi-da, oldida ko'rsatdi. No, kam narsa emas. Like, seriously. Просто нет слов. Понимаете? Просто нет слов. Siz prosta birinchi berilgan argumentga qarang. History qachon oxirgi marta siz IELTSda ideya berayotganingizda siz qanaqadir исторический argument bergandingiz? Qachon siz esseda oxirgi marta qanaqadir риторический вопрос ishlatgandingiz? И, наконец, давайте так, наконец, mana bu conclusiondagi вот final statementda who knows? Maybe, just maybe. Deb siz qanaqadir bir open-ended qanaqadir savol bilan yopyapsiz-da, readerni tam o'zi bilan o'zini prosta qoldiryapsiz. Mana o'zimni reytingim 8.5 ona standard test. Chunki nimadir topadi, tam sistemaga to'g'ri kelmaydigan. Lekin akademический qanaqadir уже olim yoki qanaqadir kritika qiladiganlar olsa, no'tabir ham kechirasiz, juda yaxshi yozilgan deydi. Da 500 nechta bo'lib ketgan, da uzun, da siz no, kim aytdi yo'q, qilib bo'lmaydi u ishni deb. Qilib bo'ladi. You think that's impossible? I say it's only a matter of time, skill set and practice. Mana shu uchta narsa. Normalnigina anaqacha chiqdi bugun. Такой lessoncha chiqdi. I shall upload it to YouTube, fam. Shundoq olamiz. O'zimga saqlanib qolay. We Gucci. Your essay is well-structured, thought-provoking, and rich in historical and contemporary references. Band9, 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 Band9. An excellent command of grammar, using a variety of sentence structures from complex to compound. There are no noticeable grammatical errors and punctuation is used accurately. The sophisticated syntax. Hosting millions of people at a world standard is one challenge, but managing their daily commutes is an entirely different feat. Shows high proficiency. This is an exemplary Band9 response. It is sophisticated, logically structured, and rich in vocabulary and grammar to history, urban planning, and future prospects. Elevate the discussion beyond a typical response. No changes are necessary unless you wish to refine specific areas for personal reference.
Would you like to explore a more futuristic angle on space cities in the conclusion, or do you prefer this balance? Deb menga savol beryapti. This essay fully addresses all parts of the task and maintains a balanced discussion. Balans berish kerak dedimmi? Balans ushlandi. The introduction acknowledges the importance of transportation, but expands on other key aspects of modern cities, ensuring a nuanced argument. That's 2. Ideas are well developed, logically extended, and supported by relevant examples, such as ancient Roman roads, urban security concerns in Chernobyl. The conclusion effectively synthesizes discussion without repeating ideas. Do you need more proof? Do you guys need more proof? Xo'p, shundoq olamiz. 13 ta ekan. Tiqidik. Shundoq qilamiz. Yes. The essay fully addresses the prompt by first acknowledging the importance of transport infrastructure and then explaining. Bla bla bla. Man shu isbotini shundoq olamanda, shundoq tashiyman, kerakli odam oladida o'zi o'qiydi. Tushunmagan odam просто tushunmay o'tiraveradi. Like xafa bo'ladi yo'q. This is elite level writing, my guy. Tamam. Deb qo'yay. Bang. Savollar tushunmagan joylar. Yaxshi analizchi bo'ldi lekin. Right. So nobody actually wrote. Yeah. Select. Just.
This is it. This is Sarver Karamal, live from Navoy. Happy Ramadan, guys. It's day 2 already. Suhoor time soon. You know what to do. Good luck. I'll see you at the top.